fuqarolar, men ismim Timur, Agrobank Navoiyat tuman Agrobankda boshqaruvchi o'rinbosariman. Prezidentimiz 2025-yil uy ichi tajribasi bo'yicha joylarda yig'ilish o'tkazib, aholi bilan uchrashuvlar o'tkazib va muammolarni hal qilish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Mana bugun Qiziloy mahallasida tadbirkor uchrashib turibmiz. Bu yerga kelishimiz maqsad shu, baribir siz shu yerga mahallaga nimadir masalalar bo'yicha kelgansizlar, shu murojaatlaringizni bitta eshitsakdan keyin o'sha bo'yicha ijrosi bo'yicha ta'minlaymiz. Bir boshdan aka sizni Yo'ldosh Ruslan Ravshanovich nomi. Issiqxona bo'yicha kredit olmoqchiman. issiqxona bo'yicha hujjatlar bergansiz? Hujjatlarni topshirganman. Xalqlarga necha talaba topshirdim? Bo'ldi. Summa qancha edi? 10 million. 10 million. Issiqxona qurishga. Issiqxona qurish. Mahallamiz hisoblash